Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Charchamadinglarmi? Xo'p akalar, navbatda ishimizni ham tugatib oldik inshaalloh. Mana chiroyli qilib. Xo'p, seriya qilib berganmiz. Oynalar 2 qavat bo'lgan. Seriyaga oq paket bo'lgan akalar. Xo'p, eshigimiz 230 eni, bo'ylari 370 bo'lgan. O'rtaga 2 qanotli eshik qilib berganmiz. Eshigimiz ham splashnoy oynalar qilganmiz pastga. Mana chekkada ko'zini ham splashnoy qilganmiz. Xo'p akalar, ustunlarni alkafon bilan o'rab berganmiz, chiroyli qilib 5 choy qilib bukib. Xo'p, bu yog'iga 9,5 metr, bo'ylari 215 bo'lgan. O'rtada ko'zini katta qilib berganmiz akalar. Har bir ustunda olasi 230 dan. Xo'p, bu yerdan ochmaganmiz, zinadan chiqishlik bo'lgani uchun bundan keyingisini ochganmiz, ikki chekkadan ochganmiz. Nari chekka bilan bu chekkaga havo aylanish uchun portishga ham qo'yib berganmiz. Xo'p, mana bunisi ham o'ta shunday qilganmiz. Bularda ham o'ta shunday. Xo'p, bu chekkada ikkita eshigimiz bor, nari chekkada bitta romimiz bor. Ularni ham hisoblab qo'yasizlar. Xo'p, ustunlarimiz alkafon bilan o'rab berganmiz, chiroyli qilib. Xudo xolasa ancha-muncha buramasini ham chiroyli qilib tekis qilib o'radik. Mana yana bitta liniyasini ham ko'rsatib qo'ying, shu bunday balandroq qilib ko'tarib. Tekisligini. Xo'p, ichkariga kiramiz endi. Ichkariga 25 lik patagonni qo'yib berganmiz ayvonda, romiga. Xo'p, ichkaridan tashqari ko'rinish akalar, qanaqa bo'lar ekan deganlar uchun, qiziqqanlar uchun. Xo'p, akfani o'zidan qilganmiz, akfa profildan qilganmiz, akfa mahsuloti. Mana boshlar ham akfani o'ziniki. Mushkalarni ham yaxshidan qo'yganmiz akalar. Ochilib yopilishlari, xudo xolasa ligirovkalari zo'r bo'ldi. Rezinkalarni ham to'g'ri qilib qo'yganmiz akalar, sovuq kirmasligi uchun. Shunisiga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Romlarimiz ikki tomonga ochiladi. Ikki chekkadan. Xo'p, kelgan ichkariga bu yoqlariga eshikni qilib berganmiz. Xo'p, romlarimiz eni 130, bo'ylari 160 bo'lgan. O'rtadan bitta ochiladigan qilib berganmiz. Eshiklarimiz 120 ga 240 bo'lgan. Bundan eshikdan ikkita, romdan ikkita, ikkalasi ham bir xil. Xo'p, bularimiz eshiklarimiz bir qavat oyna bo'lgan, seriya oyna bo'lgan. Romlarimiz ham xuddi shunaqa, faqat mana tashqi tomon ayvonimizni 2 qavat qilib berdik, to'g'ri tashqari. Xo'p, bu ichkarida romlarga ham patagonni qo'yib berganmiz. 35 lik akalar. Bularimizni o'rtadan bittadan ochib berganmiz. Xo'p, keyin o'rtadan o'tadigan joyiga oq eshigini qo'yib berganmiz. Buni ham akfadan qilib berdik, oqini ham. Bularda eshiklar ikkita bor akalar. Xo'p, akamiz bunisi ko'zgul solib bering degancha ko'zgul solib bergan. Mana bu ichkarida yana eshiklari bor. 4 tamikin 5 ta eshik qo'yib berganmiz ichkariga oq. Narada bor, ya'ni ichkarida ham bor. Bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Portishkalar qo'yib berganmiz. Bomni aylanasiga portishkalar akalar, 5 ta portishkalar. Bu yerda eshik, narada 2 ta eshigimiz bor. Xohlasa chiroyli qilib bitib berdik akalar. Xo'p, endi bularimizni suhbatini aytadigan bo'lsak, xo'p, berandamizniki 29 kvadrat akalar, 700 ming so'mdan tushdi. 20 bilan 100 ming so'mga berandamiz bo'ldi akalar. Eshiklar, oyog'ini ichkarida oq eshiklar hammasi bo'lib 36 million 500 mingga to'xtadi akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlar bitkazib beramiz. Xudo xolasa kelishilgan holatda emas. Bu ishimizni ham xudo xolasa mana 20 kunda olib kelib qo'yib berdik akalar. Bu bilet undag'i bir oy hisob-kitobini olaversa, xudo xolasa undag'i bir oy ichida olib ishlar qo'yib beramiz. Buni cho'zib yurmaymiz akalar. İşimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar akalar, bittadan obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan qiziq videolar hali oldinda ko'rsatib boramiz. Hammalarga rahmat.